Men bu asardan shukr qilishni o'rgandim. Men bu asardan sabr qilish va muhabbat o'tkinchi his ekanini tushundim. Men bu asardan inson qanday qilib ma'naviy yetuklikka yetishish haqida o'rgandim. Men bu asardan mehribon bo'lishni va sabrli bo'lishni o'rgandim. Hozir sizlar bilan davom etamiz. Assalomu alaykum hurmatli kitobxonlar. Bugun biz sizlar bilan o'zimiz o'qigan roman, qissa yoki asarlarning taqdimotini o'tkazishimiz kerak bo'ladi. Bugun men sizlarga O'tkir Hoshimovning Tushda kechgan umrlar asari haqida qisqacha mazmunini aytib bermoqchiman. Asarning qisqacha mazmuni vaqtni qanchalik tez o'tishi va hayotdagi xatolar haqida so'z boradi. Qahramon o'tgan umriga nazar solib, qilgan ishlari, armonlari va yo'qotgan imkoniyatlarini o'ylaydi. Asardan asosiy g'oya vaqtni qadrlash, yaqinlarning qadriga yetish va hayotni behuda sarflamaslik haqida. Josim Al-Imron tomonidan yozilgan Fotimaning bolasi nomli asarda asar haqida gaplashamiz. Bu asarda quvvatli bir ayol, ya'ni Fotima bo'ladi, bosh qahramon va uning o'rtancha farzandi Yusuf bosh qahramon bo'lib o'ynaydi. Unda Fotimaning bolalarga berayotgan ikki xil tarbiyasi haqida, oilaviy tarbiya va farzandlarida bo'layotgan ichki kechinmalar hammasi boyitib berilgan. Yusufni tanasida har qancha ishlar va jarohat bo'ladi. Pul bermaydi-da. Faqat ishga boradi, o'zining o'rtoqlari bilan mana shu ishlar qilib yurgan bo'ladi. Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan gaplashadigan asarimiz G'arbiy frontda o'zgarish yo'q asari. Ushbu asar Erix Mariya Remark tomonidan yozilgan. Erix Mariya Remark 1898-yilda dunyoga kelgan, 1970-yilda esa bu dunyodan ko'z yumgan. Uning mashhur asarlaridan biri G'arbiy frontda o'zgarish yo'q asari. Mazkur asarda Birinchi jahon urushi o'z domiga tortgan o'spirinlar obrazi orqali urush dahshatlari tepasiga kelib, Remarkni Germaniyani tark etishga majburlaydi va kitoblarini shahar ko'chalarida yoqib yuboradi. Odam shunchalik ham tuban bo'lishi mumkinmi degan joylar shunaqa. Jonidan mo'min azroq pul oldi, eski qadrdon edi. Bekor bo'lgan tovusday kenja o'g'il qalig'i kelin emas, Xudoning bergan oltin mari. Assalomu alaykum barchaga. Bugun sizlar bilan ko'rib chiqmoqchi bo'lgan asarimiz Gyote'ga tegishli bo'lgan Faust asari. Uning kelib chiqish jihatdan ikkita asosiy qismga bo'linadi. Birinchi qismida asosiy baxtini muhabbat orqali topmoqchi bo'lsa, ikkinchi qismida esa aqliy tomonlama yetuklikka erishmoqchi bo'ladi. Faust shaharga yetgandan so'ng uni Wagner ismli shogirdi bo'ladi. O'sha shogirdi juda aqlli, salkam professor darajasiga chiqqan bo'ladi. Bu paytga kelib u Gamoklusda tajribalar o'tkazadi. Gamoklus bu kolba ichida yashaydigan, hozirgi sun'iy intellektga o'xshaydigan intellekt bo'ladi. Lekin uni ham Gamoklusni ham umri uzoqqa bormaydi, chunki u bir tepalikdagi bazinga boradi va dengiz malikasini ko'rib qoladi. Hammaga salom. Men sizlarga Nodir Isroilovaning Jodugarlar o'rniga hayot kitobi haqida qisqacha ma'lumot berib o'tmoqchiman. O'ylaymanki, bu asar sizni ham qiziqtirib qo'yadi. Asardagi bosh qahramonlar Nurangiz, Maryam va Ibrohim hisoblanadi. Ularning eng asosiy qahramon Ibrohim hisoblanadi. Ibrohim 1000 yil hayot kechirib, o'zining muhabbati orqasidan va jodudan xalos bo'lish uchun juda ham ko'p qiyinchiliklarga bardosh bera oladi, qaytadi. Nurangiz joyga qaytib, Ibrohim Nurangiz baxtli hayot kechiradi. Ko'ksi xazinaga boy baland tog'lar, paxta vodiylarning cheksiz bepoyon, kunda qizib yotgan qumliklaring ham ajib jilva bilan bog'da mehribon. Tasodiflar yo'q dunyoda. Uchrashmadik ikkimiz bekor, Allohning rejalarida. Biz anglamiz buyuk hislatlar. Sen qayda eding?
men qayda edim? Go'yo quyosh, go'yo oy ayri. Agar Xudo xohlamaganda bo'larmidim qarshingda paydo. Sen taqdirga ishonasanmi? Ko'rganmisan meni qaydadir? Bilsang buni taqdir derlar. Azizim, taqdir.